Tabiatda shunday mo'jizalar borki, ular bizni hayratga solishdan to'xtamaydi. Mana bu kichik qushni ko'ryapsizmi? Bu lochincha, ya'ni ziyuq qushi. Uning qanchalik jasoratli ekanini tasavvur ham qila olmaysiz. Uning uyasi va tuxumlari bevosita ochiq yerda, shag'allar orasida joylashgan bo'ladi. Agar biror yirtqich yoki inson uning uyasiga yaqinlashsa, bu kichik jonivor o'zini xavfga otadi. U qanotini singan, yaralangan qush kabi o'zini ko'rsatib, yirtqichni o'ziga jalb qiladi va uyasidan uzoqroqqa yetaklab olib ketadi. Dushman tuxumlari qayerdaligini unutib qo'yadi. Qushni quvib yetganida esa lochincha to'satdan osmonga uchib ketadi. Bu haqiqiy aktyorlik mahorati va fidoyilik namunasidir. Bu shunchaki instinkt emas. Bu yaratganning cheksiz hikmati va mo'jizasidir. Ona mehri nafaqat insonda, balki hayvonot olamida ham birdek kuchlidir. O'z farzandini himoya qilish uchun jonini fido qilishga tayyor turish Allohning barcha onalar qalbiga solgan ilohiy tuyg'usidir, azizlar. Tabiatning har bir zarrasida mana shunday buyuk asarlar yashiringan. Har biringizni kasb-koringizga baraka bersin. Sog', salomat bo'linglar.